boya bitta chorrahada Gay akamiz to'xtatdi-da, undan oldingi chorrahada ham to'xtatuvdi-da. Ikkalasi ham proverka dokument. Oxir bu akaga savol berdim. Aka dedim, nimaga dedim, faqat mana shu BYD, Zikr, Lisang, mana shunaqa mashinalarni faqat to'xtataverasizlar. Oddiy mashinalar umuman to'xtatmaysizlar dedim-da. Yo'q, bu yoqqa qaratdi aka dedi. Jaydar insonga o'xshaysiz dedi. Mayli sizga dedi, bitta sirda aytay dedi. Hech kimga aytib qo'ymang dedi. Men ham sizlarga aytayapman, hech kimga aytib qo'ymanglar. Mabodo aytsanglar ham ularga ham aytib qo'yinglar, hech kimga aytib qo'ymasin. Faqat bu videoda emas, keyingi videoda aytaman. Meni obunachilarim juda teran fikrlaydi-da. Meni ham bitta jo'ram bor-da. Aziz degan jo'ram, ruschani yaxshi biladi. Bu narsa savollarni bersa, topolmayversa, men logichski o'ylagin deydi-da. O'shanda sizlar ham logichski bilmayman endi nima degani, shu to'g'ri gapirgan bo'lsa kerak, logichski o'ylab ko'ringlar qani. Shu savol nima sababdan mana shu BYD, Zikr, Lisanglarni hadeb to'xtataverishini sababini aytdi. Men eshitib hayron qoldim. Borku, haqiqatan shuning uchun to'xtatadi. Men 100% o'yering bo'ldim mana shu narsaga. Sizlar topinglar qani, nima sababdan to'xtatadi? Buni bitta sabab bor, o'shani teran fikrlasanglar, ne bir kallani ishlatib, yaxshi fikrlasak, bemalol topsa bo'lagan buni javobini. Kommentariya Mumtaziy bemalol fikringizni yozishingiz mumkin. Mabodo topsanglar, kompyuterni diagnostika servis tomonidan besplatno qilib beramiz sizlarga.